kechasi bilan uxlolmadim. Men hayotimni gapirib berishga hali tayyor emasman. Og'riq yashirilsa yo'qolmaydi. 3 yillik kelin bo'ldim. Shunchaki ayyorroq odamga tushib qolganlar. Talog'imni so'raganman. Talog'imni bermagan. Qaynonam talog'ini ber degan. Boshidan o'tkazmagan kuni qolmadi. Chet ellarga borib ishlab keldi. Mol boqardik odamlarni pulga. Odam shuncha narsani o'tkazgandan keyin pishmaslikning iloji yo'q-da. Qizim uchun yashayapman hozir faqat. Kerakli va sevimlisiz. Faqat buni birinchi o'rinda o'zingiz his qilishingiz kerak. Sanobar oq ko'ylak kiyib, yangi hayotni shirin boshlamoqchi edi. Ammo turmushi tuhmat bilan boshlandi. Hech kim isbotlashga harakat qilmadi. Hamma xasposhlashga urindi. 20 yil davomida qo'llar unga qarata bigiz bo'ldi. Himoyaga muhtoj bo'lgani uchun u bugun studiyamizda. Og'riq yashirilsa yo'qolmaydi, aytilsa yengillashadi. Bugun yana bir ayol o'zini qayta topishi uchun yonidamiz. RTVda Atirgul. Assalomu alaykum. Dasturimiz homiysi Soft oilaviy baxt sari. Xayr bo'ls. Tabiiy mahsulotlardan tabiiy go'zallikka. Bugungi qahramonimiz hayotda juda ham ko'p qiyinchiliklardan o'tgan, lekin shunga qaramasdan hayotda kuchli bo'lib qolishga harakat qilayotgan ayol Sanobarxon. Ularni hozir yonimizga taklif qilamiz va hayot hikoyalarini birga eshitamiz. Hurmatli ekspertlar, hozir e'tiborimizni monitorga qaratamiz va Sanobarxonni hayot kechirmalarini birgalikda tinglaymiz. Sirdaryo viloyati Mirzobod tumani Yangi Hayot mahallasida yashayman. Qizlik uyim, hozirgi hayotim ham o'sha yerda. 1984-yilman. Oilada otam rahmatli, men, onam, ukam, singlim, dadam oddiy fermer bo'lgan, dehqon xo'jalik. O'zimiz ham shu dadam bilan paxta yetishtirib katta bo'lganmiz kichkinaligimizdan. Dadam rahmatli shol ekardi, o'zimizni sholning ichida o'tab qishlog'imiz bo'lgan bilan o'sha 44 gektar yerimiz bor. O'sha yerda kichkinagina 2 xona qilib loyig'ishdan uy solib o'sha yerda yashardik-da. Chunki odamlarga xalqqa qo'shilmasdik. Qish kuni ham o'sha dalada yer haydatamiz, boshqa qilamiz. Shunaqa o'tgan hayotimiz. Dadam rahmatli, qizim, sen hamshira bo'lasan, senga oxirat yarashadi degan hadada o'qiyman deb eshik oldiga kirib, topshirmaganman, hujjat chiqib ketganman. Qarindosh urug'larim o'zi yoshing 24 ga kirdi, turmush qurmaysanmi deyishdi. Keyin bitta qarindoshimiz menga turmush o'rtoq topdi. Biz ularni surishtirmadik ham. Men aqalli kuyov bilan bir martagina ko'rishganman. Uydagilar rozimisanmi deb so'raganda, o'zlaring bilasizlar deganman. Ikkita kelin aka-ukaga tushadigan bo'ldik. Bir oyga o'tmasa meni unashtirilib 9-noyabrda to'yimiz bo'ldi. Ertalab 9larda shu salonga bordim. O'sha kuni kelin ko'ylak tanlab, o'sha kuni kelin ko'ylak kiyganman. U hovlida 3 kun yashadim. To'yimiz tugadi, yangalar qolish kerak. Lekin o'sha kuni biz kuyov bilan birga bo'lmadik. O'sha 3-kuniga biz kuyov bilan birga bo'ldik. Meni qiz bolamassan dedi. Uni uydagilarimga xabar ham berishmagan. U payt rosa nima deydi? Oddiy ayol bo'lganman, tushunmaganman, endi uni bilmadim u narsani. Keyin ular aytgan, ketdik, seni Toshkentga qiyshirishga boramiz. Lekin o'sha payt qarang, men go'l bo'lganman-da. Uydagilarimga xabar berdi, yo'q, men o'zim borman. Uydagilarimdan birov kelsin degan maslahat bo'yicha bo'lmagan. Ha deb ketganman. Men kuyov bola yangi Toshkentga kelganmiz. Yangi tashmimikan o'sha tekshirtiradigan joyga keldik. Meni olib kirtirdi ginekologga. Meni tekshirtirdi. Keyin sen chiqib turaver dedi. Men chiqib ketdim. Yanga bilan kuyov bola qoldida bir parcha qog'oz ko'tarib chiqishdi. Qaytib keldik, kechga uydagilarning ota-onam chaqirdi. Otam rahmatli ichkariga kirdi. Kuyov bilan nimani gaplashgan haligacha bilmayman. Dadam o'zini go'riga olib ketgan. Dadamga o'sha qog'oz ko'rsatgan. Nima bir parcha chandiqmi deb yozilgan o'sha qog'ozga, uni haligacha bilmayman, lekin qanaqa chandiq nima deb yozib bergan. Uyga qaytib keldik, hech kimga hech bo'ladi dedi. Dadam keyin bir necha kun o'tgandan keyin ular uydagilari bilan keldida, qiz bolamas deb tan olsangiz qizingizni olib ketamiz dedi dadamga. Dadam shunday qarab, meni qizim unaqa qiz emas. Meni qizim halol pok bo'lib senga turmushga chiqqan. Men hayotda qizimni qiz bolamas degan anaqani qilmayman degan dadam rahmatli. Qishloqda hamma qiz bola chiqmay qaytib kelibdi uyga dedi. Uyda bir oy o'tirdim. Keyin yangi kuyovga beramiz, issig'ida dedi hamma uydagilar, qarindosh urug'. 4-turmushi bo'lar ekanman men. 3ta turmush qurgan ekan. Samarqandlik ekan. Turmushim yaxshi edi.
bir-birimizni, chunki men hali erkak kishidan mehr ko'rmaganman. Ularni yaxshi ko'rib qoldim. Sevgi nimaligini bildim, u bilan yashab. O'shanday kunlarimiz yaxshi o'tdi. Qaynonam bilan ham yaxshi edim. Nima bo'ldi? Kunlar bir kuni qaynonam bog'chada ertalab hovli supurgani, ishlagani borardik birga. O'sha kuni ishga bormadim men, uyda qoldim. Bugun qarasha olma oyijon, uyda qola qolay dedim. O'sha kundan boshlandi qaynonam janjallari. O'g'lini mendan qizg'anadigan bo'ldi. Har xilcha gaplar aytdi. Men u narsani asabim, chunki hali homilador bo'lmadim. O'sha kunlarda asabiylashadigan bo'lib qoldim. Kiydigan ignoni qaynonamdan so'rasam, menga haqorat qilib, pashsha o'ldirgich topib olib, ha, mana shu bilan o'sha shunaqa deb haqoratli so'zlar aytdi. Keyin bir kun qaynonam uydan haydab yubordi. Turmush o'rtog'im meni haqiqatan ham yaxshi ko'rgandilar. Men ham yaxshi ko'rganman. Biz uyga bordik. Dadam rahmatli yana o'rtaga tushdilar. Dadam bilan bordik. Yana qaytib bordik qaynonam uyiga. Qaynonam dadamni oldi. Qizing jalab dedi. Dadam yana olib ketdi meni uyga. Turmush o'rtog'im yana keyin orqamga borib, dadamga yo'q, dadam, men qizingizni yaxshi ko'raman. Qizingiz bilan yashayman degan. Dadam rahmat, men qizimni u xonadonga jo'natmayman dedi. Ana o'zlaringga uy qilsalaring, yasha birga. O'qimagan, unaqa tayinli ishi yo'q edi. Dadam rahmatli bizga kvartira topib berdi. Kvartirada yashadik. Shu orada homilador bo'ldim. Kuyovini o'zini oldiga dalaga dehqonchilik qilishni boshladi. Dadam rahmatli har doim aytardi, qizim, mayli dehqonchiligini pulini uyiga olib borsa, sen indama. Men o'zim ta'minlayapman seni. U baribir onasi dedi. Ha, indamasdim. Shu orada qizim tug'ildi. Qizimning otasi ichib olgan, bansadan chiqib ketishim kerak. Bansada bir kun yotganman. Doktorxonaga allergiyam bor edi. Men yomon ko'rardim hidiga. Men ketaman dedim. Haligi vrachlar rosa urishdi. Yo'q, men turibman dedim. Dadamga aytaman, olib ketadi men dedim. Dadam o'sha payt yashil moskvichlari bor edi. O'zlari meni olib chiqib ketish uchun keldi. Kuyov yo'q, ichib qayerdadir yuribdi. Endi xursandchiligidan bilaman. Lekin u men chiqib ketishimdan xabarsiz. Chunki men bansada yotishdi. Umuman xohlamasdim. Почечный давлением borligi uchun сохранениyaga yot degizganda ham yotmay bir kun yotib oynakdan qochib ketganman. Doktorlar qizimga 3-5 kundan keyin qilinadigan ukol qilishdi. Dadam rahmatli olib chiqib ketdi, yashaydigan kvartiraga olib bordi. Kechqurunga soat 1ga borib qizim issig'i chiqdi. Dadamni yana chaqirdik. Dadam bizni bansaga olib keldi. Bansaga shunday keldik, qizimni shunday qo'limdan tortib olishdi. Bir kunlik chaqaloqdi. Sen nimaga bolangni ham o'zingni ham qiynab shu kundan chiqib ketding? Mana seni jazong, bolangni seni qo'lingga bermayman dedi. Lekin rahmat, o'sha Yunus aka degan odam edi. Farzandimni qo'limdan olib issig'i chiqqandi. O'sha 7 kun yotishimga bansada o'sha shular sababchi bo'ldi. Keyin bansadan chiqdik. Chaqaloq uyga keldik, yana yashadik. Sholi ekdik. Bu yoqda dadam bansada edi, keyin dadam o'tib qoldi. Shu orada biz uyimiz yo'q qishloqda, chunki bitta hovlida aka-ukalar yashardi. Erim keyin keldida, mana uka, xotinim bilan qizim, meni hozir uyim yo'q, men Qozog'istonga ishlab kelaman-da, keyin seni olib ketaman, xotinim bilan bola chaqamda dedi. Sizlarga omonat dedi. Keyin qaynonam buni anavi qilmaysan, tan olmaysan degandan keyin uylantiraman degan. Uylanishga rozi bo'lganda, qonuniy zaksim bo'lganda, ajrashmasdan turib men bilan u turmush qurgan. Farzandi bormi, yo'qmi deb so'raganmisan deganman o'sha qizga. Erimga qarab, qaynonam ham turgan, talog'imni so'raganman. Talog'imni bermagan. Qaynonam talog'ini ber degan. Erim biron marta qizimni yo'qlab, hozir mana 16 ga kirsa, Xudo xohlasa, biron marta tug'ilgan kunida yo boshqa narsada yo'qlab kelib, men shu yoshimgacha birovga suyanib, birovga dardimni aytib, birovdan yordam kutmaganman. Aliment pulini undirmadim, erkaklardan nafratlandim. Meni pul to'lamagandan keyin davlat undan men talab qildim, menga pul undirib bersin, chunki shu yoshgacha pul undirmagan, bermagan. Undan davlat pul so'rayapti undirishda. U pulim yo'q deyapti. Menga pul kerak deyapman. Keyin kesilib ketdi. Chunki aliment pulni u qamalsa davlat to'lab berar ekan. Davlat to'lab berdi. Men ertaga qamoqdan chiqsam, men qizimdan shu aliment pulini men qizimdan undiraman. Senga davlat to'lab berdimi, men qizimdan undiraman deb baqirib ketgan. Singlim hayotimdan xabari bor-da.
shu dalda bo'ldi. Obcha shu ko'rsatuvga qatnashib ko'ring, qatnashing deb ko'proq shuni aytdi. Kechasi bilan uxlolmadim. Men hayotim gapirib berishga hali tayyor emasman. Chunki har doim o'zimni hech qayerda oqlamaganman. Hozir bu ko'rsatuvga chiqqandan keyin hammani oldida o'zimni oqlashim meni his qilyapman. Chunki har doim nohaq bu. Hech kimni oldida o'zimni oqlash xohlamayman-da, shunday hayot kechirishni xohlayman. Men o'ylashimcha, bular aybsiz aybdor bo'lgan odam faqatgina mentalitet va bizani fikrlashlarimizni, eskicha dunyo qarashlarimizni, gap so'zlarni qurboni bo'lgan deb o'ylayapman. Lekin aslida Lobar opa, qizlarda har xilda, kimdadir ko'proq keladi, kimlardadir hattoki ichkariga ketgani hisobiga hattoki o'sha bular aytayotgan qon yo'q ham bo'ladi. Ba'zan qizli parda shunaqa shakllangan bo'ladiki, egiluvchan, cho'ziluvchan bo'lganligi uchun u hech qanaqa bular kutgan natija bo'lmasligi mumkin. Aytilgan gapga ozgina e'tirozim bor, qip-qizil qon chiqmaydi o'tdan. Qatizdir kesilsa qon chiqadi, lekin u kesilmaydi. O'tda parda yirtilish natijasida chiqish kerak bo'ladi. Lobar opa, hozir meni qiziqtirayotgani ginekolog chandiq deb yozib bergan. Nima u chandiq? Nimaga unaqa yozib bergan? Men kirmaganman, meni chiqarib yuborishgan. Borganda kuyov bilan shu yanga qolgan. Qog'ozni olib keldi. Shu keyin aytibman, pechxon dadamga kelib shu qog'ozni ko'rsatgan. Keyin dadam ham ishongan, men endi bilmayman. Dadam masalan yo onam birov maslahat berib, yo'q, bu noto'g'ri, yo o'zim ham o'sha yuring meni qaytadan tekshirtirgan olib boring degan narsa ham bo'lmaganda shu narsa. Shu yoshimgacha o'zimni himoya qila olmayman, bilmayman, uyalamanmi? Sanobar, sizga savolim bor. Sizni onangizlar qanaqa ayol? Onangiz haqida ozgina ma'lumot bering. Onam oddiy mehnatkash ayollar bo'lgan. Qishloq sodda ayollar. Ota-onam bilan dalada mehnat qilgan, o'sha bilan tirikchiligimiz bo'lgan. Onam kasal bo'lib qolgandan keyin o'sha dalani yig'ishtirganmiz. Endi bu jarayonda haqiqatda to'g'ri borishgan ekspertizaga uni oddiy ginekolog o'zini qabulxonasida ko'rishga haqqi yo'q. Uni faqatgina ekspertiza, ya'ni sizni Toshminyondagi ekspertizaga olib kelishni ham va u yerda chandiq yozib berilgan. Bu chandiqlar ba'zan endi bu kimdirlarga yomoniga ham o'ynab ketmasin, u ba'zi qizlarga, lekin men ma'lumot sifatida aytib o'tishim kerak. Ba'zan mana bular qishloq sharoitida otga, menga ko'p qabulimga kelishi ot, eshiklarni minib yurishadi. Shunaqa qilib siz yurganmiz shunaqa endi. Bularda ham qaysidir qizlar velosiped uchganda ham ular yassilashib ketadi. Hattoki sport bilan shug'ullanganda yassilash bu chandiq. Endi men o'ylaymanki, bu narsani muhokama qilinishi hozir sizni taqdiringiz uchun bu umuman o'zi kichkina bo'lgan narsa-da. Bu ayol kishini, bitta qiz bolani hayotini va uni mana 16 yoshli qizini hayotini buzish uchun bu arzirli sabab deb o'ylamayman. Qabulimga juda ham ko'pchilik kelishadi. Men tekshirib bering, men aytaman, bo'l, to'y qildinglarmi? O'zinglarni bir-biriga ishondinglarmi? Bo'ldi. Shu qizlik yoki qizlik bo'lmagani sizga endi ahamiyatli bo'lmasin. Oila quringlar. To'g'ri, yolg'on bilan boshlangandir, lekin o'zi bu bo'ldi. Xudoyim shuni taqdir qildi senga. Buni bundan buyog'iga yolg'onsiz boshlashga harakat qilish kerak deb o'ylayman. Onani roli katta. Ona tushuntirish kerak edi. Mana shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, menga murojaat qil. Bizani suyanadiganimiz kim? Onamizga murojaat qilamiz. Bir o'zi Toshkentga qiz bola endi turmushga chiqib olib ketilgan. Ekspertizaga kelishgan. Yo'q, uni qarindoshlari ham bo'lishi kerak. Meni qabulimda shunaqa qizlar bo'lganki, kimdir o'pgan, quchoqlaganidan qiz bola emasman deb o'ylab, kimgadir uylanib ajrashgan bolaga tekkan qizlar bo'lgan. Bu yoqda biz hammamiz bilimsizlikdan aziyat chekyapmiz. Ota ham, lekin men otangizga tan berdim. Zo'r erkak ekanlar, o'sha odamni joylari jannatdan bo'lsin. Shu qizni anolarni ordiga chidiysan, it qilsa ham, boshqa qilsa ham deb xor qilmasdan qizingizni oppoq qilib olib kelganlariga o'sha odamga men rahmat aytaman. Qiz chiqmadi qizing degan gapni o'ziga boyagi insonni erkaklik g'ururi chilk-parcha sinib bo'lgan, uni miyasi ishlamagan, keyin endi nima qilaman degan fikr bu odamni yeb bo'lganda, bizni jamiyatda o'zlarini aybdor his qilganlar, menimcha otalari shu uchun qizni olib chiqib ketganlar, aybdor his qilgan. Yashatmayman qizim. Bosh egish emas, uni isbotlash kerak edi. O'sha isbotlash degan narsaga hamma shokka tushib qolgan. Kimdan yordam so'rashni ham bilmagan. Bilimsizlik qilganmizda, yana 20 yil umrlari odamlarga qo'shila olmasdan, o'zini isbotlash, o'zini odamlarning ichida yomon his qilib, hattoki qizingizni ham ertaga taqdiri nima bo'ladi deb o'ylab siqilib, endi buni onasi mana shunaqa degan gap bo'ladi odamlarning orasida. Juda ham og'ir yashayapsiz-da bunda olib qaraganda. Lekin bularni otasi turmushga berib ham qo'yib yubormagan ekanda qizini. Menimcha bu yerda otani ham aybi bor deb o'ylayman. Umuman erkinlik bermagan. Ikkinchi turmushga chiqqandan keyin ham polni o'zini qarmog'ida bo'lgan. Masalan, raddomda otasi olib chiqyapti, eri bilmagan holda. Bu menimcha har qanday 100% erkakni
jahli chiqsa kerak. Raddomda xotin yo'q u deng. unga xabar bergan, u ichib yurgan, chiqishini bilgan. Bilganmi, chiqishingizni Bilgan, bilib turib lekin bormagan. больницаga borgan-ku. Bansaga borgan, chiqishimni bilib kiyimcha qanaqa narsalar dadam olib sotib olib, dadam xursandchilik qilib, dadam o'sha Moskvichida sotib olib. Nimaga chidamadingiz? O'sha bir kunda nega chiqib ketdingiz? Men Dadada ham aybdorlik bo'lgan menimcha. Otasi qo'yib yubormagan ekanda bularni. Kvartira pulini to'laganlar, erlarni ish bilan ta'minlaganlar. Otalari o'tganlaridan keyin ish topish qiyin bo'lgan. Shu intervyuda biz bir joyga tushunmadik. Aytdingiz, bizga shart qo'yishdi. Agar kelib o'zini qiz bola emasligini tan olsa, olib ketamiz deydi. Nima uchun shunaqa narsa bo'lgan? Ularga nima uchun kerak bo'lgan bunaqa o'zini sharmanda qilib? man ochib bera olmayman bu narsani. Bularni gapini olgandan keyin bularni seplari qaytarib berilmaydi oqibatda. Yetak hech narsa olib ketmagan u. Olib ketmaydi, olib ketmaganlar, lekin undan keyin baribir da'vo qilishi mumkin-ku. qilmaganmiz. Kimdir aqlli chiqib bularga o'rgatsa, olib chiqib ketishi mumkin-ku. O'sha narsa bo'lmasligi uchun nomus masalasi bo'yinga qo'yilgandan keyin bular narsani olib chiqib keta olmaydi. Aybdorligini badali sifatida qoldirib ketadi. Bu qayerda shunaqa? Sabab oqibat qonuni bo'yicha qarab chiqdimda, nima uchun o'zi bunaqangi shart qo'yilgan? Shart qo'yilishning asosiy sababi moddiy narsa. Ertaga masalan nima bo'lsa ham hamma narsani bunga Ayb bularda og'darish qolsin. uchun bularda og'darish uchun qizlar nomini oqlash uchun erga tegib olib, oq ko'ylak kiyib olib, bo'ldi men erga tegdim, endi men yaxshi ayolman deyishadi-yu. Erkaklarda ham bor bu narsa. Yoshi Tayyor kattami? sepga. Qizlarga maslahat, yoshi kattami shubhalanish kerak. Yo u yoqda nimadir ishlamaydi yoki boshqa ayol bo'ladi-da u yoqda. Juda ham ko'p Hammasi shunaqa kelishilganga o'xshayapti-da. Mana 2 kundan keyin rejalashtirilgan. Sizdan keyin ular uylanganmilar? Xabaringiz yo'q. Xabarlash. Bitta qishloqda yashaganmisiz? Yo'q, boshqa. 3 oy o'tirmasimdan bu ikkinchi turmush o'rtog'imga berib yuborgan, hozir qizimning otasiga berib yuborishgan. Xo'p. O'zi qanaqa odam edi erga tegganingizda? O'sha boshidan pul topmaydigan, eplamaydigan odam? Tanish bilish topganda yaxshi inson dedi, qaynanamdi, yaxshi dedi. Bola yevro ustachilik qiladi dedi, yaxshi bola dedi. Bir kishini gapiga kirib, yana turmushga chiqdimda. Endi siz aytmoqchi hammani yana tag-tugini surishtirmadik. Uni tag-tugini surishtirish uchun ham Samarqanddan edi. Biz Gulistondanmiz-ku. Keyin o'shanga bu yerda ham aytyapman, ana gap so'zdan, quloqda shunaqa gap yoriladi-ku. Issig'ida hech kim uni bilmasdan turmushga chiqib keta qolaylik dedimda, indamadimda, bolani ko'rdim. Hayotimiz yaxshi edi. Bitta o'g'il, qaynanam bilan bir-birimizni yaxshi ko'rdik, bir-birimizga gap so'zimiz kelishadigan bo'ldi. Qaynanam qizg'onadigan odat chiqardi. To'rxonali domda turardik. Kechasi qaynanam eshiklarimizni taqillatadigan odat chiqardi. Yo 4-marta uylandi dedingiz-ku menga. Nega surishtirmagansiz o'shani? Surishtiradigan hech Farzandlari kim bormi, yo'qmi? Samarqanddan edi. Farzand bo'lmaganmi, bo'lganmi? Ulardan xabaringiz bormi undan oldingilarida? 4-turmushi bu turmush o'rtog'i bo'layotganimni ham bilmaganman, aytmagan. Keyin o'sha yerda yashab yurgandan keyin farzandi borligini ham bilmaganman. Bor ekanmi? Bitta o'g'ilchasi bo'lgan. Men yashab borganimda bitta qanday men nikohlab olib keldi uyiga, qanday yana ketmayman-ku men. Yana uyga qaytsam bunisidan ham qaytdi deydi-ku. O'sha xonadonga kirgandan keyin hamma narsani eshitgandan keyin yana chidashim kerak. Qanday yana qaytaman? Nima deydi degan gap yomon-da o'sha. Ha, odam O'zlarini so'zi nima deydi? Endi jimgina sabr qilib yashayman. bir tarafdan adalarini o'ylaganlar. Oxiri qaynanam qo'ymadi. Yashagani qo'ymadi. Sen jalabsan dedi. O'sha so'zi yoqmadi menga, umuman ko'tara olmadi. G'azabim qaynab ketdi. Men oddiyligim uchun birinchi hayotim haqida qaynanamga gapirib qo'ygandim. Sirdosh bo'lasiz-ku, men uncha ko'p odam bilan sirdosh bo'lmasdim. Dugonalarim ham yo'q edi. Qaynanamga keyin o'sha birinchi turmushdan nimaga ajraganimni aytib qo'yganman. Yana qaytib uyda janjal bo'lgan. Uyga ketib qo'yganman. Keyin dadam olib kelgan, rahmatli. Sanobar opa, sizni shunaqa deb so'z bilan haqoratlasa ham shunaqa bo'lib qolmaysiz o'zi. Yo'q, qarang, siz bu yoqda adashyapsiz, mana bunaqa. Yo'q, shunaqasan deganda ham qadrsizlantiryapsiz. unaqa bo'lmaysiz hozir. Yo'q, siz tushuning. Masalan, qishloqi desa hozir bo'g'ib o'ldiraman o'sha odamni. Og'rig'i bo'ladi hamma odamni. Siz uni tushunmaysiz. Meni qishloqi desangiz ko'taraman. Bularni og'rig'ini bor-ku, hozir siz tushuna olmaysiz. Qachon buni anonisiga kiyib, chunki o'sha narsadan bir umr siqilib yashayapti-ku. Yana kimdir kelib yuziga shunaqa desa chidolmaydi u narsani. Aynan o'sha narsani bilgan holatda
qaynona ham bilgan holatda foydalanganda bu narsa bu manipulyatsiya deyiladi. Manipulyatsiya. Chunki qaynonaga o'ziga ham nima edi, u bechoraga ham hech kim mehr bermagan. Ana endi o'g'il birovga ketib qoldi, panikaga tushgan, buni kundoshdek qabul qilgan. Bu ayol endi bekorga qayta bunaqa holat takrorlanmagan. Bular otasidan uzilmagandek, onasidan uzilmagan erga yana tekkanlar-da. Ha, to'g'ri. Qaytarilgan. Bir xil narsa yana qaytarilgan. Oyna. Ikkinchi turmushingiz yana oila qurganmilar sizdan keyin? Qurgan. Xabaringiz bor-a? Bundan Gaplashib turasizmi? Yo'q. Alimentni to'lamabdi. Necha yil to'lamadi? 14 yil to'ladi. Boplabsiz. Necha pul to'ladi keyin? Davlat 20 million to'lab berdi. To'lamagandan keyin qamat-a? Javobgarlik olishni o'rgatibsiz-da. Albatta 14 alimentga yillik. berish kerak, 14 yil. albatta. Necha yilga 14 yillik qamaladi o'shani? Bilmayman deyaptilar. Hamma narsani tashlab qo'yaverar ekansizda. Nega? O'sha oxirigacha narsa. bormaysiz. Masalan, birinchi eringizni ham nima bo'lganini bilmaysiz, ikkinchisini ham nima bo'ldi. Qamatdim deyapsiz, lekin necha yilga qamaldi, nima bo'ldi, uni ham bilmaysiz. Yoki tarbiya shunaqa. Bizga nima deyishgan? Ishing bo'lmasa, ko'p qiziqma, ko'p narsa bilsang, tez qariysan. Mentalitet yana Endi tarbiya. baribir Bular mol boqqanlar, ketmon chopganlar, o'sha ishni yaxshi bilganlar. Hozir so'rang, pomidor qachon ekiladi, qachon o'sadi, qanaqa pishadi, qanaqa payt bilasiz. dori berasan. Qaysi payt dori berish kerak, bularni biladilar, lekin unaqa narsa bo'yicha ota-onada ham bilim bo'lmaganda. Ota-ona ham bermaganda bularga. Faqat shu uy ro'zg'or, idish-tovoqni yaxshi yuvganlar, o'tni yaxshi o'rganlar, masalan, sigirni yaxshi soqqanlar, molni farqiga borgan. Lekin hayotdan bilim yo'q. Lekin o'zlariga tushadigan odam bo'lganda, aynan shu holatda ayol kishi sodda holatda qolgani eng go'zal aslida. To'ppa-to'g'ri. Lekin aqlli ayollarni mana bunaqangi nomard erkaklar yaratadi. Ayol kishi aqlli bo'ldimi, bo'ldi. Qo'rqinchli odamga aylanib borishni boshlaydi, haqqini talab qiladi va u bilan har qanaqangi munosabat qilish mumkin emasligini ayol tushuntirishni boshlaydi, lekin aslida eng go'zal ayol soddaligi. Ya'ni bularda asl holati sodda, shunchaki ayyorroq odamga tushib qolganlar. Bulardan foydalanadigan, soddalikdan foydalanadigan. Chunki jamiyatning qonuni bor, har doim jamiyatda kuchlilar yashab qoladi. Kuchsizlar qurbon bo'ladi. qarang, Shuning bular uchun kuchli bo'lishga harakat qilish shuncha kerak. yil hozir mana 42 ga kirdi. Boshidan o'tkazmagan kuni qolmadi. Chet ellarga borib ishlab keldi. Odam shuncha narsani o'tkazgandan keyin pishmaslikning iloji yo'q-da. Pishib ketish kerak-ku. Shunaqa sodda bo'lib qolish kerak emas, ayniqsa hozirgi zamonda. Sodda qishloq ayoli. Hayotni zarbalaridan biz dars olishimiz kerak-da. Bu bekorga berilmayapti. Xulosa qila olishimiz kerak-da. Ko'zimizni ochishimiz kerak baribir. Hozir nima xohlaysiz? Hozir mana shu bugungi pozitsiyangizdan, bugungidan ertaga o'zingizni 2 yildan keyin, 5 yildan keyin sanobari qayerda ko'rasiz? Qanaqa o'zgarishlar ko'rasiz? Men ham o'zim uchun nima deydi, vaqt ajratishga, go'zal ayol bo'lgim kelib, sevishga, har doim faqat mehnat, Sevilishga. faqat pul topish, shu ro'zg'orni qilishim kerak, ehtiyojlar, o'zim uchun ham ozgincha nima deydi, yashashni xohlayman. O'rganishni xohlaydi. O'zimni borgan joyimda ishga topsam jahlim ko'p chiqib ketadi. O'sha xarakterimni yig'ishtirishdi. Jahldorsiz. Rosa jahldorman. Odamlarga qo'shila olmayman. Yangi joyga moslashishim juda qiyin bo'ladi. Aynan o'sha raddomdan bir kunda chiqib ketdim va bolaga 5-kun qilinadigan ukolni qilishdi. Aytdingiz, hozir bolangiz sog'lommi? Hech qanaqa sog'ligiga zarar yetmagan. Sizga mutaxassis sifatida murojaat qilmoqchiman-da, shunaqa holatga yo'l qo'yish mumkinmi? Bu joyda to'liq vaziyat qanaqa bo'lganini bilmayman, lekin agar bular aytgandek haqiqatda bir kunda o'zini raspiskasi bilan, ya'ni o'zini arizasi bilan chiqib ketgan bo'lsa ham, shifokorlar bularga to'liq tushuntirish kerak edi vaziyatni, ya'ni qanaqa oqibatlarga olib kelishi mumkin ona va bola hayoti uchun. Bir kunda ruxsat berishmaydi, qachonki shunaqa shoshilinch holatlar, misol uchun qanaqadir karantin holatlari bo'lsa-gina ruxsat berish mumkin, lekin bularni o'zlari ham o'sha yerda noto'g'ri qilganlar. Ya'ni bir kunda o'zim ketaman, insonni hidi yoqmaydi deyaptilar. Endi onalik buni tan olib o'sha narsani qabul qilinganda, endi borib tug'dilar, 1-2 kun, 3 kun hech bo'lmasa yotishlari kerak edi. Endi bu yerda shifokorlarni ham ayblamaymiz, endi inson o'zi ketaman desa ularni majburlab ushlab qola olmaydi, birinchidan. Ikkinchidan, ukolni qaysidir vaksina qilindi deb aytyapsizmi shunaqa? BCG ni qilishganda, chiqib ketayotganda qilib chiqazib yuborish kerak. Isitma chiqdi dedingiz, shunaqami? Issig'i chiqdi, qaytib detiskiga bordik o'sha kuni, 6-aprel kuni edi, 2010-yil. Ertalab 10 da chiqib ketgan bo'lsam, kechqurun 12 da, kechqurungi 12 da keyin detiskiga olib borib, o'sha yerda detiskiy больницаning katta vrachi, shu haligacha esimda, qo'limdan chaqaloqni olib, meni urishdi. Sen qanaqa onasan? O'sha kundan chiqib ketasan, men shu kun chiqqanman-ku.
keyin bolamni qo'limni olib qo'yib reanimatsiya bo'limiga olib kirib ketgan. 5 kun bermagan menga, faqat shu bolamni emdirish uchun sutimdan olib mana shu hamshiralar olib borib qonini to'ydirgan. O'zim keyin yig'ladim, o'tda mana qildim, keyin oxiri pushaymon yedim shu doktorxonadan ketib qolganimga. Bolang uchun sabr qilishing kerak edi dedi. Men senga hidi yoqmasa ham sabr qilib uzoq 3 kun o'sha yotishing kerak edi dedi. Bansadan qizim bilan yaxshi sog'lom bo'lib chiqdik. Xudoga shukr, hozirgacha qizim men biron marta kasal bo'lib men aniq qo'ymagan. Qochish kerak emas. O'zi onalik o'zi mas'uliyatda. Mas'uliyatni his qilmaganlar o'sha joyida, menimcha. Endi siz faqat o'zingiz uchun emas, boshqa uchun ham yashashni boshlash deganida. O'shandan keyin boshlandi. Qizimga hozir o'zim jonimni beraman. O'shanda tushunmaganman. Qo'limdan aytibman, shu reanimatsiya bo'limiga qizimni shunday olib qo'ydi. O'shandan o'sha hayotim to'xtab qoldi. Chunki Hozir qizingizni himoya qilasizmi? qizim uchun yashayapman hozir faqat. Maktabda urushsa borib anaqa himoya qilasizmi? Yo'q, qizim juda esli qiz. Unaqa bosiq. Yo, xafa qilishsa demoqchiman. U urishadigan aytmaydi qizim. Aytmaydimi? Xafa qilishini ham, Xuddi o'zingiz boshqasini ham aytmaydi hech bola. Ustozlari ham masalan qizing unday bu yo bunday deb ayta hozmasa ayni vaqti-ku, mana yoshi. Necha yosh hozir? 16 yosh. 16 yosh. Haligi ustozlar biron marta masalan shu qizing dars qilmadi yo darsda o'tirmadi, hozir yoshlar shunaqa uni-ku. Yo'q, qizim masalan meni shu xafa qildi-yo degan qiz emas. Kvartiraga chiqib ketdim farzandim bilan больницада chiqib, o'sha yerda nima uchun sizga u joyda yashashingizga ADS pul to'ladi va eringiz to'lamadi u joyga. Erim o'sha farzandimni tuqqanimda ham ishsiz edi. Aytdim, dadam qo'lida dehqonchilik qilamiz. 3 oy ishlagan pulimizni, mol boqqan o'sha keladigan daromadni sholiga, shu dorisiga, sholi sotib olishga, yer haydashga, nasos ishlatishga svetdan foydalanasiz. O'shanga tikiladi pul. Faqat keyin ro'zg'orimizga, masalan, shu produktdan ortgan pulni dehqonchilikka tikamiz. Sentyabr, oktyabrda sholi pishsa, biz endi 1 gektar eksak, biz yerlar sho'rligi uchun kam tonna beradi, 3 tonna beradi. Dadam rahmatli, biz 1 gektar emas, dadam o'zini oilamizniki 10 gektar shunaqa ekilar. Chunki dadam o'zini texnikasi bo'lgan, anaqasi mablag'i bo'lgan-ku. Bizni mablag'imiz sholi ekish uchun faqat shu mollarni boqib, shundan kelayotgan daromad edi erimdagi. Erim ustachilik qilmay qo'ydi meni olib o'sha uyga qaytib kelganimizdan keyin, o'sha kvartiraga dadam chiqargandan keyin, o'shanga shu olgan daromadimiz pishganda u daromad olardi, uyiga olib borib tashladi. Chunki o'g'li bor dedim-ku, farzandi bor edi, turmush o'rtog'imdi. Uni ham yo onam Sizga umuman nasib qilmaganmi? Daromadni olib uyiga olib borib tashlagan. Uyiga olib borib tashlagan. Onasiga. Dadam rahmatlining daromadidan dadam shu bizga kvartiramga yordam berardi. Produktimni qilib berardi. Adayingiz rahmatli sizlarni polniy sodержать qilib, shu polniy o'rganib qolgan ekansizlar-da, hammanglar. Masalan, siz aytyapsiz-ku, uysiz qoldik, otam o'tganlaridan keyin uysiz qolganmiz. O'shanda nimaga siz uysiz qoldi? Shu paytgacha uylaringiz bo'lmagan, faqat dalada yashagansizmi? Amakilar yashaydi hovlida, katta hovlida. U uylar kichkina nima deydi? Taxtadan reka bilan orasiga g'isht qilib eski uylar bo'ladi. Ha, shunaqa uylar edi. Shu biz yashaganimizda. Bitta hovlida 2 kishi turardi. Uyni orqasidan yonidan uchastka ajratilib qo'yilgan, lekin u yerga hech bola quyilmagandi. Bu hovli, o'sha hovlida 2 ta uy bor edi. Amakim bilan biz yashardik. Amakim dadamga yangi uy solib chiqib keting deganda, bu orqaga o'zingiz uchastkangizga. Dadam rosa niyat qilardilar, katta uy solishdi. Aytdim-ku, o'sha dadam o'tganda 40 kunda bor temir tersagini sotib 40 kunda 2 xona baland uy qurganmiz. Hozir shu uyda yashaymiz haligacha. Lekin o'sha dadam yiqqan terganlari faqat shu 2 xona uy baland uy qurishga yetgan ekan. Amakimni chiqib ketinglar degan uchun biz hali uy solmaganimiz uchun chiqib ketganmiz. O'sha dalada, o'sha uyda, o'sha yerda yashardik-da. Dadam o'sha dalada o'tib qolgandan keyin amakimda shu biz endi chiqib ketganmiz-ku yuklarimizni olib. Shu uyda xonadondan chiqarganimiz uchun dadam uyim yo'q, qirqimni shu yerda o'tkazmasin deb ukam shuni niyat qildi-da. Hamma narsani sotib shu uy soldi 40 kunda. Ikkita xonada hozirgi kunda ukam bilan kelinim yashaydi. Yonidan menga ham turmushdan qaytib kelganimdan keyin o'sha dehqonchilik qilib 2 xona uy solganman. Onam, men, qizim yashaymiz. Faqat sharoitimiz yo'q.
xonadonimizda. Qanaqa sharoit masalan? Remont yo'q, hammom yo'q, lekin yo'lni ustida turamiz. Ish yo'q, ha. Ukalarini ishi yo'q, Ukamda ham ishi yo'q. hammasini bular Nima ish qiladi sodержать ukangiz? qiladilar. Yo'q. Faqat dehqonchilik Nima orqali ishlamaydi? Dehqonchilik. Har xil Hozir ishlarni deyaptilar-ku. yerimizni olib qo'ygan, men boqaman. Nima ish qilasiz siz? Shu aytibman, Toshkentga kelib ishlab ketaman. Sanobar opa, nimaga turmush o'rtog'ingiz qizni uyiga qo'yib, men 2 yilga ishlagani ketyapman deb aldab tashlab ketdi? Dadamdan meros bo'lgan o'sha yer, meros emas, o'sha yerni biz ukam ishlatadigan bo'ldi. Keyin ukam aytib, kuyovni chaqirib, "Pocha, men dadamni o'rnidaqa men ana qila olaman. O'zingiz yo'lingizni o'zingiz toping. Men sizga yer bera olmayman ishlatishingizga. Ana xotin bola chaqangizni oling-da, o'zlaring ana qilinglar, harakatlaring qilinglar" degan maqsadda bo'ldi-da. Endi degani ukam to'g'ri yo'l tutgan deb o'ylayman o'shanda. Chunki qachongacha men o'shanda ukam uni chiqarib yubormaganda ukamga yana tobe bo'lib qolam. Hozirgi kunda ukam menga shunday-ku, masalan, men tobe hozir menga ishonadi ukam. Boquvchilar. Ha, oldin shu yerimiz borligida endi shu yerdan foydalanib ukam ikkalamiz foydalanardik. Aytibman, yer, mol, shu yerda ikkalamiz shol ekardik, makka ekardik. O'sha yerdan daromad. Hozir o'sha yerimiz tortib olingandan keyin daromadimiz hech qayerdan bo'lmadi. Bizda erkaklar onasini ko'pchiligi mana shunaqa, shunga o'xshash erkaklar onasiniki etagidan uzilmagan bolachalar. Ularga har doim kimdir onalik qilib, ularga ovqatcha tayyorlab berish kerak, kiyimchasini tayyorlab berish kerak, yoniga xotincha olib berib, keyin qo'shib bolachalar bilan boqish kerak-da ularni. Erkak bo'lib balog'atga yetib mas'uliyatni o'ziga olmagan onalar, ayollar, xotinlar shunaqa erkaklarni tarbiyalabdi. Hozir aytyapmiz, erkaklar mas'uliyatsiz bo'lib ketdi, lekin ayollar o'ta mas'uliyatli bo'lib ketdi-da. Mas'uliyatni hammasiga ayol sen chidaysan, sen davay qil, sen sabr qil, sen o'lmaysan, sen ham ishla. Bularchi zimmalariga olib o'rgatib qo'yganlar. Hozir bu yerda ukalarini ishlamaydi, puli yo'q demoqchi emaslar. Prosta bular уже hamma narsani oldin adalari zimmasiga olgan, shu hammani sodержать qilgan. Endi ulardan keyin adalaridan keyin bular o'zlarini zimmasiga olgan. Ta'minlagani uchun ukalari ularni oldida qarzdor his qiladilar o'zlarini. Aybdorlik bor. Shu uchun mana boshpanam bor, Nima uchun turadigan joyim aybdorsiz? bor. Ha, ukam meni o'sha qaytib kelganimda Qabul qildi. Onalari bor edi. Men umuman yuzimga sen o'shandaqasan-u demadi. Biron marta lekin uydan haydab, qaytganimdan keyin bolam bilan uydan qaytgan joyi bo'lmagan. Eshitganman, masalan, boshqalar shu uyga qaytib keladi qizlar. Ukasi bilan urushibdi yo dadasi yo onasi deydi-endi. Chiqarib yuboribdi uydan qaytdi, yo'q. Men ukam hech unaqa qilmadi. Bitta yaxshilikda bahosi. O'ta tarbiyali, haqqoniy oila. Sodda. Meni o'ylashimcha ukalari mana dadalari qilmagan ishni 40 kunda juda katta kuch sarflagan, ikki xona uyda tikkalashga, eng asosiy resursni uy tikkalashga tikib yuborgan. Undan keyin kuchsizlanganda opa yoniga padishga kirgan. Bir-birlarini padishka qilib yashashyapti. Menimcha qaysidir ma'noda noto'g'ri ham emas bu narsa. Ota-ona tugata olmagan ishlarni opa bilan uka birgalikda tugatishi, bir-biriga hampoy bo'lib, qo'llab yashashyapti. Ishlayman dedi. Vaqti sezoni kelsa, mana ertaga dala vaqti boshlansa, ish topadi, ishlaydi. Sezon emas payti ishlamaydi. Ha, sezon payti mana hozir qish payti men faqat harakat qilaman, topaman. U chunki Toshkentga kelib, u Toshkentni bilmaydi ham, u ham oddiy. Anaqa-ku, mana dehqonlarning minasi shunaqa-ku, faqat sezon payti ishlaydi, yiqqan terganni keyin qishda yeb chiqadi. Boshqacha fikrlash yo'q ularda, boshqacha daromad topishni bilmaydi. Uni to'g'ri tushunish kerak ularni. Ularni ayblash kerak emas, to'g'ri tushunish kerak. Ota-onani har doim shunaqa hayot tarzini ko'rganmi, o'shanga ko'nikkan. Yo, endi bularni hozir ukasini ham ayblay olmaymiz-da. Ularni tirikchilik manbai o'sha agorod yerlari bo'lgan bo'lsa, daromad manbai olib qo'yilgandan keyin ishchi sifatida ishlab daromad topyapti. Ukalari ham yomon odam emas, yaxshi odam. Shunchaki unga bitta yer kerak. Ishlaydigan yer kerak. Yer bo'lmagani uchun kimnidir qo'lida ishchi bo'lib, o'sha topganiga qanchadir miqdorda oilani ehtiyojini qondiryapti. Boshqacha qondirishni bilmaydi. Bu joyda ular ham aybdor emas, yomon emas. Men shu joyga qiziqaman. Qanday qilib miya ishlamasligi mumkin? Meni hozir hamma narsamni olib, o'sha narsani ochish kerak. to'liq qurolsiz, sodda odamlar, ishsiz qoldirsa, men topaman baribir. Men yashashim kerak-ku. Sizlar ko'rganmisizlar, birorta ajrashgan ayolni balad chaqasini tashab, boqolmayman, balamsan, Xudo menga bermayapti. Paka och o'tirib tur yoki bo'lmasa ko'chada o'tirib tur yo ana otang bilan o'tirib tur, boriga chidab,
man pul topganimda senga qilib beraman deganni eshitganmisizlar? Ayollarning psixologiyasi bilan erkaklar psixologiyasi boshqacha-ku, bilasiz-ku. Ayol ona bo'lgani uchun ham harakatga kirishib ketadi, lekin erkakning psixologiyasi umuman boshqacha. Bizda xohish bor-da, Bizda xohish bor. Bolamizni chiroyli qilib yashashiga, boqishga. Lekin siz o'zingizni aybdor his qilishingiz kerak emas. Minnatdor bo'ling ukangizga, rahmat aytishingizga, unga mehr berishingizga men qarshi emasman, lekin odamga baliq tutib beraverganingizdan ko'ra unga baliq tutishni o'rgatganingiz yaxshida. Nimadir hayotingizda bir narsa ro'y bersa, ular qanaqa ahvolga tushadi? To'g'rimi? O'ylab ko'rganmisiz? O'ylab ko'rmaganmisiz? Kasal bo'laman deb o'ylaganmisiz? Umringizda kasal bo'lib yotganmisiz? Yo'q. Молодец, kasal bo'lib o'ylamaganlar uchun ham kasal bo'lmaganlar-da. Hozir Sanobar opamizni vaziyatlarida soddaliklari bir tarafdan o'sha huquqlarini bilmaganliklari, bilmadim endi nima deyish mumkin buni. Sen qiz chiqmading deb 3 kunlik to'ydan 3 kundan keyin sudrab o'sha Toshkentga tibbiy ko'rikka olib borilishi va bundan tashqari o'sha ota-ona tomonidan boshqa insonga 4-xotin qilib turmushga berilishi, o'rtada nikoh munosabatlari ochiq qolmoqda. O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksining aynan 13-moddasida keltirib o'tilgan, ya'ni FHD organida rasmiy nikohdan o'tiladi va undan keyin agarda ikki tomon rozi bo'lsa, o'rtada farzand bo'lmasa, mulkiy nizo bo'lmasa, ajrim bo'ladi. Hozir bu yerda rasmiy nikoh bormi, ajrim bo'ldimi yo'qmi, bu munosabatlar ochiq qolmoqda. Men ishga ketdim deb 2 yil tashab va u yerda boshqa insonga nikohlanayotganlik munosabatlari bu yerda hattoki Jinoyat kodeksining 126-moddasi qo'sh xotinlilikkacha borib yetishi mumkin. Chunki hali bu yerda Sanobar opamiz bilan rasmiy ajrimlari yo'q holatda boshqa insonni olib kelib yashattirsalar, agarda Sanobar opamiz farzand ko'tarib bordilar, u hali meni qonuniy erim, rasmiy ajrimim bo'lgani yo'q deb farzand ko'tarib bordim dedilar va u yerda o'sha qizni urishdim, qarg'adim, jahlim chiqdi, janjal qildim dedilar. Mana shu bilan bog'liq holatda agarda Sanobar opamiz o'sha yerda men yashayman, men buni rasmiy nikohdagi xotiniman, ajrimimiz hali bo'lmagan deb agarda yashamoqqa tutinsalar va bu yerda bir ro'zg'or asosida ikkita xotinni yashattirgani uchun o'sha turmush o'rtoqlariga nisbatan hattoki qo'sh xotinlilikkacha ham borib yetishi mumkinligi bilan bog'liq huquqiy munosabatlar buzilmoqda. Sevimli ayollar, siz har doim go'zalsiz, siz har doim kerakli va sevimlisiz. Faqat buni birinchi o'rinda o'zingiz his qilishingiz kerak. Bugun esa qahramonimiz bilan hozir va shu yerdan o'zgarishga qadam qo'yishni boshlaymiz. Biz ularni tashqi ko'rinishlarini o'zgartirish uchun professional stilistimiz Ayana o'tiribdilar. Bugungi meni obrazim ham Ayanadan. Va hozir ular bu qahramonimizni tashqi ko'rinishlarini butunlay o'zgartiradilar va sizlar ko'rasizlar bu narsa ayolning ruhiyatiga qanaqa ta'sir qiladi. Hozir biz qahramonimizni aynan boshqa hayotga qadam qo'yish uchun jo'natamiz. Toleyin kuydirib kuymagan dunyo, yuzlarga qo'ndir so'ngan hilolni, adash gunohlardan to'ymagan dunyo, adash yo'llaringdan qaytar ayolni. Toleyin kuydirib kuymagan dunyo, yuzlarga qo'ndir so'ngan hilolni, adash gunohlardan to'ymagan dunyo, adash yo'llaringdan qaytar ayolni. Uni farishta et, farishtalar et, ro'zg'orini halol et, sarishtalar et, iymondan qalbiga bog'rishtalar atirgul. Endi esa hammamiz uchun eng kutilgan ko'rsatuvimizning qismi, ya'ni qahramonimizni umuman yangi obrazda ko'rish jarayoni yetib keldi. Hozir esa qahramonimizni stilistimiz bilan birga taklif qilamiz. Tanimadi rostdan. Boshqacha yurish qanaqa? Go'dangizni ko'taring. Siz bilasizmi, bir joyini shundoq bir 50 ta 100 ta ishchi bilan qoyillatib qo'yadigan ayol sizda. Ochilmagan qobiliyatlar. Qo'llardagina qolmay yarashgani. Sanobar opada men ayollik jozibadorligini uyg'otishni xohladim. Har doim shimda yurgan ayol, erkaksimon bo'lib ketgan ayolni ayollik baxtiga ozgina bo'lsa ham, ayollik jozibasiga ozgina bo'lsa ham, mana shu bugungi kulgulariga tabassum paydo bo'ldi, ko'rdinglar? O'zlarini xursand bo'lib, o'zlarini baxtli his qilayotganiga ozgina bo'lsa ham
o'zimni hissamni qo'shganimdan juda ham xursandman. Imijlariga keladigan bo'lsak, bular har doim shimda yurganlar va bugun ozgina bel paydo qildik, yelkalariga podpleshnikli pidjak kiygizdik va juda ham chiroyli nejniy yubkadan foydalandik. Har doim ayollarni shu kabluk, ozgina bo'lsa ham kabluk bo'lsa, qomatini ko'tarib, chiroyli bo'lib yurishiga yordam beradi. Shuning uchun shunaqa obraz tanladik va ozg'in ko'rsatadi. O'zlari bo'ylari baland bo'lganiga ozgina bo'lsa ham mana bunaqa 6 santimetrlik kabluk tanladik. Chidab berasiz mana shunaqa kabluklarda yurishga. Aksessuarlar har doim ayol kishini ochib beradi. Aksessuarlarda bizda bu yerda taqinchoqlar, zolotistый rang taqinchoqlardan tanladik. Mana bu pidjaklarni hamma joylarda zolotistый rang tugmalari bo'lganiga va bu rang, jigar rang va qora rang bularni ozg'in va bellarini ixcham qilib ko'rsatadi. Sizni erkaklar ko'rganda hozir. Da. Ayniqsa general, sobiq eringiz ko'rganda afsuslanardi. Hammani bittalab o'tirg'izib qo'yadigan general. O'zgarishimga sababchi bo'lganlar. Kulyaptilar, Deganlardan beri kulmayotganlar. Xursand bo'ldingizmi? Bu hali boshlanishi. Hammalaringni xursandman. Hamma obrazlarim sizga Ayana Style Uz magazinidan hadya deb hisoblang. Xudo xolasa imijlaringiz yana o'zgartirish xohlasangiz, qanaqadir ishlarga borganda imijlaringizni o'zgartirgingiz kelsa, bemalol menga kelib maslahatlar olishingiz mumkin. Qanaqa his qilyapsiz o'zingizni? Bu olamga boshqacha ko'z bilan qarayapman. Go'zal, chiroyli ko'rinyapman. Oynada ko'rdingizmi o'zingizni? O'zim chiroyligimni his qildim. Endi mana ham ko'rdingizmi chiroyliligimni? O'zingizga ishonch paydo bo'ldimi? Ishonch hosil bo'ldi. Allohga shukr, rahmat sizlarga. Shu ko'rsatuv sababchi, singlim sababchi, Ayana sababchi shu ko'rsatuvlarga qatnashdim. Endi ozgina ozsak, xudo xolasa, yana ham sizga ishonch paydo bo'ladi o'zingizga degan. Unga bizada diyetologlarimiz bor. Meni ishim bor. Siz bilan xudo xohlasa. Endi qarang, biz juda ham ko'p ko'ramiz, mana shunaqa ko'rsatuvlarni, ayollarni muhokama qilinayotgan, muammolari o'rganilayotgan, lekin gapligicha qolib ketyapti. Lekin bizni ko'rsatuvimizda unday bo'lmaydi. Biz 3 oy davomida siz bilan yana ishlaymiz. Bu hali hammasi emas, bu hali boshlanishi. Va 3 oy davomida mana shu yerdagi har bitta ekspertlar nima qo'llaridan kelsa o'sha yordamlarni berishadi. Shu borada hozir har bir ekspertimiz o'zlarini sovg'alarini va qahramonimizga tilaklarini aytishadi. Men diyetolog sifatida bularni chiroyli qomatga erishtirish, ayniqsa shu qorin sohalarida ko'proq muammoni ko'rib turibman. Bu ham avvalambor asabdan, stressdan, kortizol darajasi oshganligidan bo'ladi. Bular bilan xudo xolasa himoya yetmagandan, himoya yetmagandan tana o'zini himoya qiladi, yog' bilan himoya qiladi. Bular yolg'izliklar uchun, himoyachilar yo'ligi uchun. Albatta men bularni chiroyli qomatga erishishlarida yordam beraman. Rahmat sizga. Men bo'lsam, avvalo konsultatsiya qilib ko'ramiz. Sizni hozirgi muammolaringizni yana ko'rsatuvda ayta olmagan joylaringiz bo'lishi mumkin, yoritib bera olmagan joylaringiz bo'lishi mumkin. Batafsil gaplashamiz. Undan keyin o'z hayotini sehrgari kursim bor. Unda siz o'zingizni hayotingizni to'g'ri tizimga qo'yib, to'g'ri yo'nalish bo'yicha olib ketish bo'yicha juda chuqur bilimlar berilgan. Mana shu bilimlarni o'zlashtirasiz. Rahmat. Bilasizlar, men juda ham chiroyli munosabatlarni yo'lga qo'ya olaman. Endi qarang, siz men bilan ishlaganingizdan keyin erkaklarni boqib sudrab yurmaysiz, qaytanga ulardan pullar olib mazza qilishni o'rganasiz. Endi kamida bir yaxshi, chiroyli insonni topib, hayotingizni davom ettirishga yordam beramiz, xudo xohlasa. Biz klinikamiz Premium Medline klinikasi nomidan sizga hamma tekshiruvlarga, tekinga tekshiruv va agar davolanish kerak bo'ladigan holatlar aniqlanadigan bo'lsa, bepulga bularni sizga klinikamiz nomidan amalga oshirib beramiz. Mana shu o'rinda bitta taklifim bor. Siz bilan o'sha asosiy muammoingiz, demak, sizda ish topish bilan bo'lgan edi. Demak, birinchi birlamchi muammoingiz hal bo'lmasdan, keyingi muammoga sizga ko'zga ko'rinmaydi, sog'lik ham, ozish ham yoki go'zallik ham yoki o'zingizga qarash uchun men sizga xudo xolasa hozir ko'rsatuvdan keyin gaplashamiz va men sizga bitta chiroyli ish klinikamizdan topib berishga harakat qilaman. Eng asosiysi. Boshdan beri o'shani gaplashyotgandik. Xudo xolasa ish ham topiladi sizga deb aytdim. Mana boribman. Hop, men kosmetolog sifatida Elegant Estetik akademiyasi klinikamizda men sizga o'zimiz xizmatlarimizni taklif qilaman.
hozir suhbat davomida qarab o'tiribman, kosmetolog qiladigan ish anchagina bor ekan Bor, yuzingizda. bor. Xudo xohlasa bizlarni kelib xizmatlarimizdan tekin foydalanasiz. Sanobar opa, bugun sizga shu Soft brendi tomonidan o'z sovg'alarimizni ajratganmiz. Qabul qilib olasiz. Demak, sizga sovg'a uchun katta rahmat. O'zim topshirar ekanman. Yana sovg'amiz bor. Hairbus kompaniyasidan chiroyli, go'zal bo'lish uchun tabiiy mahsulotlar. Hairbus bu tabiiy mahsulotlardan tabiiy go'zallikka. Mana sizga qadim, go'zal, chiroyli va yosh bo'lib yuring. Men bu ko'rsatuvdan juda xursand bo'ldim. Rahmat aytaman hammaga. Bu ko'rsatuvga qatnashishdan birinchi rosa qo'rqdim. O'zimdan uyaldim buni eshitsa. Yo'q, bu hislarni, hammani maslahatini qilib o'zimda kuch, juda ham katta kuch his qildim. Endi hech kimdan uyalish anaqam yo'q. Hammadan xursandman. Televideniyadan ham, sizlardan, hamma shu yerga yig'ilgan hammaga rahmat aytmoqchiman. Siz bilan bu yerda xayrlashmaymiz, bilasiz, hali bizani siz bilan ishlash jarayonimiz bo'ladi. Umid qilamanki, undan keyin sizda yana ham kuchli natijalar bo'ladi. Bugun yana bir ayol yolg'iz emasligini his qildi. Demak, mehnatlarimiz besamar emas. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Soft oilaviy baxt siri. Hairbus tabiiy mahsulotlardan tabiiy go'zallikka. Atirgulda ko'rishguncha omon bo'ling. Soft oilaviy baxt siri.